Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aziz do'stlar, bugun 12 aprel 2025-yil. Sizlarga o'zimni uzumlarimni nimalar bilan oziqlantirishimni va uzumlarimizga qanday qilib ozuqa tayyorlashni ko'rsataman. Qani ketdik. Ro'paramizda 150 litrlik bochka, 20 litrdan ortiq bo'lgan bitta chelak va огородdan chiqqan shu har xil o'tlar, ko'kot. Qiladigan ishimiz 20 litrlik chelak to'ldirib, bir chelak tovuq go'ngini bochkaning ichiga solamiz. Keyin mana bunaqa огородdan chiqqan o'tlarni olib, bir etak o'tni olaman o'zim, maydalab, uni ham bochkaning ichiga solib, bochkani to'ldirib, suvga ustini yopib qo'yaman. Keyin mana bunaqa qilib har 3-4 kunda keyin ochib, aralashtirib turaman. Shunday qilib 15-20 kun davomida bochkamiz mana shunaqa yopiq holatda, og'zi yopiq holatda turadi. 3-4 kunda aralashtirib turaman, tayyor bo'ladi. Hozir qanday proporsiyalarda qo'shishni, ya'ni suvga qo'shishni hozir sizlarga ko'rsataman. Hozir ichidagi tayyor bo'lgan mahsulotimizni ham bir ko'rib qo'yasiz o'zingiz. 100% tabiiy. Bundan уже olib ishlatganman o'zim. Giloslarimni, olma va boshqa mevali daraxtlarimni ham xuddi shu rastvor bilan oziqlantiraman. Mana oldindan chelagimizga juda bir 18-17 litr suv olib qo'ydim, ariq suvi. Mana bunaqa tayyor bo'lgan rastvorimizni hozir ko'rsataman, aralashtirib. Hidi yomon, o'tkir. Sizga tekis olmang, kamida 2-3 kun hidi ketmaydi. Yuzingizdan. Bunga ehtiyot bo'lasiz, aralashtirib. Endi shu 17-18 litr suvimga cho'mich, 1 litrlik cho'mich. 2 yanasini yarim. 2,5 cho'mich mana soldim. Bo'ldi, shuni o'zi yetarli menga. Shu bilan doim sug'oraman men uzumlarni. Bu rastvorimiz azotga boy, undan tashqari kletchatka va ko'plab yaxshi ijobiy ta'sir qiladigan elementlar ham ko'p. Bu rastvorimizda asosiysi 100% tabiiy. 100% tabiiy. Endi hozir uzumlarimizni shu bilan sug'oramiz. Yaxshilab aralashtirib yuboring. Mana uzumimni oldiga olib keldim. Tayyor bo'lgan rastvorimizni endi shu bilan sug'oraman. Bu 2 yillik gigant uzum. Har bir uzum ostiga 10-20 litr mana shunaqa ozuqa bilan sug'oraman. Yetadi, 10 litr bo'ldi. Xomtokdan so'ng barglarni ichiga tashlaganman. Sal bo'lsa ham o'sha yeri qurib qolmasin, sal bo'lsa ham soya bo'lib tursin degan maqsadda. Uzumlarimiz holatini bitta ko'rsatdik yana. Har bittasida hosili bor. Juda serhosil. Har bitta boshida mana hosili bor, ko'rib turganingizdek. Qo'shimcha ma'lumot o'rnida agar uzumlaringizni bargi rangi och tusga ega bo'lsa yoki oqarib, ocharib ketayotgan bo'lsa, demak unga temir moddasi yetishmayapti. Xloroz boshlangan. Unga temir moddasini Helat jeleza degan dori sotiladi agro aptekalarda. Shuni sotib olib 3-5 gram 10 litr suvga aralashtirib sug'oriladi. 2 haftada bir sug'orsangiz, xudo xolasa bu xlorozdan qutulasiz. Helat jelezani o'zim tayyorlab olganman. Buning ichida 5 gramdan 10 gram, hamda 20 litr suvga hozir qo'shib yuboraman. Suv emas, boyagi rastvorimizga xloroz bilan kurashadi shu temir moddamiz. Mana rastvorimizga hozir qo'shib yuboraman. Nice. Helat jelezani xil-xillari bor. Aptekada olib bemalol ishlatishingiz mumkin. Asosiysi instruksiyasiga e'tibor bering. Dozasini ko'paytirib yubormang. Kam bo'lsa bo'lsin, lekin ko'p bo'lib ketmasin. Ko'pi ziyon qiladi. O'zimning tajribamdan kelib chiqib ayta olamanki, kami ham ta'sir qiladi.
lekin ko'pi zarar qiladi. Shuning uchun dozirovkasiga e'tibor beringlar. Hozir shu bilan uzumlarimni sug'oraman. Xlorozga uchragan uzumlarimni aynan. Bo'ladi. Boya sug'organdim, ko'plik bormasin. Shu tarzda sug'orib chiqaman. Aziz do'stlar, uzumlarimni nima bilan parvarish qilishimni, qanday o'g'it berishimni ham ko'rib o'tdinglar. Bunday ozuqa bilan iyun oyini o'rtalarigacha uzumlarimni oziqlantiraman. Bu ozuqadan tashqari oyda bir NPK 20-20-20 ozuqasidan ham foydalanaman. Proporsiyasi 20 grammini 10 litrga aralashtirib, eritib, har bitta uzum ostiga 5-10 litr quyiladi. Hozirgi ko'rsatgan videoyim sizlarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Savollaringiz bo'lsa kommentariyga yozing. Like va podpiskalarni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.